quvvatlash dasturida bizni qo'llab-quvvatlayaptilar. Xudo xolasa davlatimizga manfaatli, xalqimizning xizmatini qiladigan ishlarni boshlaganmiz. Xudo xolasa bank sistemamizga ham katta foyda olib kelamiz. Soliq tizimiga ham ancha foydamiz tegadi. Xalqimizning xizmatidamiz. Endi hozir Estrada birlashmasidan 3-kategoriyada litsenziyam chiqdi. Endi unga ham yiliga 12 million, oyiga 1 million 200 ming so'mdan solig'ini xudo xolasa to'layapmiz. Biz davlatga kerak insonmiz aka. Qayda yo'ldan chiqamiz aka? Tavbamizni qilganmiz, xalqimizning xizmatini qilyapmiz. Xudo xolasa hokim buvamiz ham qo'llab-quvvatlayaptilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Tanjallari sog' bo'lsin. Mana shunaqa yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlardan yoshlar foydalanmasa, u g'alati-da. Yoshlarimizga o'rnak bo'lishimiz kerak. Oldingi qilingan xatolarga uzrlarni so'ragan holatda arizalarni kiritdik va yangi hayot faoliyatimizni boshladik. Ashunga mana Amerikadan narsalar kelib xijolat qilyapti meni tinmay, to'g'ala telefon qilib, zilli qilib biznesni rivojlantir jiyan deb g'alati, lekin Ashunga Zekaka, o'shanga bu kim anaqa bolalar biz haqimizda ne to fikrda bo'lsa, o'zingiz tarbiya berib qo'ying. Anaqa chivirlarga biznes qilsin, boshqa qilsin aka, unoq qilib haligi men choqsuvdaman, possuvdaman deb video qilishmas, hali burniga kechib sutab. Mehnat qilsin. Mehnat qilsin, ha, mehnatni tagi rohat. Biz tadbirkormiz uje. Mana Burxonov Ilyosbek desang, tadbirkorlar orasida turibman men. Bekxan taxallusida faoliyatimizni yurg'izamiz. Men tadbirkorman men. Nimaga menga ular nohaq meni haqqimga videolar chiqarishyapti? Kerakli joylarga murojaatimiz yetib boradi bizniki. Nimaga tadbirkorning ustidan bular mana nimalarimizni reklama qilyapmiz, darvozalarimizni. Mana tez kunda do'konlarimiz chiqadi. Oshxona ochish arafasidamiz. Baliq. Nimaga bular bizning faoliyatimizga haligi ta'sir kuchini ko'rsatishmoqchi? Qonun doirasida. O'zi ular kim? Qanaqa shaxs? Biz hayronmiz, to'g'rimi o'rtoq? Конечно, voy. Vaqti hayronmizda. Oni nima ham aytdi-da, uchastka kim bular deyapti. Qonunchilikda oydinlik kiritamiz bularga. Har birini shaxsini, shunday rasmini kiritsa, dalillari chiqar ekan bularni. Bu aytib qoldi-da, to'xtorang o'ziga kelib qoladi bolalar. Bo'p turadi, shunaqa deyordi-da, unda boshlanib ketardi. Kim u, qayda u? Topamiz. Uchqo'rg'on degan joyi bular endi sekin tushunishadi. UCHQORG'ON. Qonunchilik palatamizda bizni faxrimiz Ismoilov og'amiz mana qonunchilik palatasida Uchqo'rg'onning faxri, qonunchilik palatasida 3-shaxs umrlari uzoq bo'lsin. Biz yoshlar shulardan motivatsiya olamizda. Ulug'bek Ismoilov mana chiqqanlar, axir men roza deb. Bahriddin Zuhriddinov Uchqo'rg'onimizning faxri. Mana biz ham ularga o'rnak bo'lgan holatda chiqib kelyapmiz. Endi xijolatgarchilik, unaqa nima qilmaylar bolalar. Men masalan Zek akamiz ham bizni qo'llab-quvvatlab kelgan shaxs. Masalan, akam doim yonimda bo'lgan, endi urushganmiz, talashganmiz, erkak bo'lganimiz uchun anaqa qilganmiz. To'g'rimi aka? Bir-birimizni tushunganmiz. Endi ko'ryapsiz-ku. Hayot shunaqa. Bir tekis ketmaydi. To'satdan anaqa iPhone 16 lar, to'satdan anaqalar paydo bo'lib qoladi. Qo'lim jicha kuyyapti-yu, endi mayli endi. Boshqacha bo'lar ekan aka buni qorasi. Endi haqiqiy amerikanskida bu, boshqacha-da. Amerikadan kelgan narsalar baribir Amerika ifori bo'ladi-mi? Qachon yoramiz deydi. Bundan ortiq yor bo'lmaydi, jigar. Qarang, o'zi uncha odam hozir. Umid degan anaqa shaxsni nimalar zapschilar zaps qilyapsizlar. Nikini kerakli joylarga topshiringlar. Onamizni haqorat qilyapti. Qorasi boshqacha bo'lar ekan, ammo svetda yoqmaydi. Qorasi aka, qarang. Yiltilib, kallangizni yiltillatyapti, qarang aka. Bu xijolat. Ana o'qib borganda buni Amerikada haligi Apple degan olmada tishlatib ana qilar ekanda. Bunaqalari ham original bo'lar ekan aka. Zaryadchikku o'zini $83 deydi. Tavba qildimi?
$83 ham bo'lamiz zaryadchiga. Endi qiyomat yaqin azizlar. Qiyomat haqida qo'shig'im chiqadi tez kunda, tayyor tursanglar, Xudo xolasa. Endi bag'iga tarbiyalik qilamiz. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Zato ko'ryapmiz. Siz ham ko'ring. Anaqami? Darvoza kerak emasmi Xorazmga aka? Yo'q. Aka 30 millionlik darvozani 10 million qo'yib beraman sizga. Akamsiz. Ha. Yo'q, men uyim yo'q. Iya. Yo'q. Uyim yo'q deydi. Anaqa Zek aka, ana xijolat bo'lganingizga anaqa qilib, o'rtog'im bilan Zek aka kelsa deb anaqa qilib qo'ydik. Agar anaqa qilmasangiz, manaqa bundoq kelib yugurib netasizmi deb stol tennislar qo'yib aka, mana yugurib mashq qilasiz. Endi pastda anaqalar ham bor, mishok-mishoklar. Ashinga kecha anaqa o'tchaqa zerikkanda bundoq qilib o'ynab turasiz, bundoq qilib aka. Anaqa taq deydi-da aka, endi haligi uyda hali zerikkanda bundoq urib tursangiz boshqacha tomon qarang. Taq deydi. Odam juda xijolat qiladi ama. O ana. Boshqachami? Boshqacha endi bu hayot. O. Bundoq bosib qo'yiladi buni. Yaxshi-da endi tabiat qo'yni. O'zimiz yurtimizda farovon qishloq dasturida milliy tadbirkorligimizni rivojlantirishni yoshlarga tavsiya beraman. Tadbirkor bo'ling, Dubayga uching. O ana, oppa. Ana. Ana. Maroqli hordiqda bu. Chiban Chorsuvdan uyingga kirganda uni penaydan uyingni qur, ukajonim. Biz mana bitta tennischicha taqillataylik. Rekani shukr otaylik. Sizga bilmaylar siz. Endi o'shanga bo'ladi, shoqob bo'ladi. $100 o'ynab yordik. Mashinga nima qilingan? Endi nima? Battle o'ynamaysanmi endi? Battle Halilla bilan hozir dogovor tuzyapti, tog'ala Halilla bilan o'ynaymiz, xudo xolasa. Aka, Allohga omonat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salom aka. Voy ishim. Bar bu meni og'amda bu, bar birontasi bunday bo'la olmaydi-da bu. Bosing dayi. Bos. O'tirimizda. Nima nasraniyu? Qabaqmadi, jim o'tir. İşlerin yaxshimi? Sen Lekin men bakay, nima? piydiz shart bajaramay qolmoq tegasiz-ki. Charchab qoldim. İşe- 30 marta yugurib. Tushundim. Sen hech narsa ushlamading-da TikTokdan, Chingiz. Hozir Bihon o'landi, Bihon. Ancha-muncha narsasini maqtada o'tirib, bu yoq sportini, bigushi, doroshka, velosiped. Xullas, xatasini maqtadi, streamxonani, gitarasini maqtadi, instrumentini maqtadi, telefon maqtadi 16. Qarab o'tirdim, men aytdim biladi. Endi bular yoshlar amallab o'ziga qaratib oldi, shunday aytdi, boshqa qildi. Bir paytlar sen ham oldinga hech kim chiqmayapti. Yana bitta gul. Короче, Tamam, qarang, bunday gapda hammaning o'zini davri bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Meni ham hali davrim Ya, yo'q, men aytolmayman. Davrim o'tdi olmayman. Просто men kirmay qo'ydim. Aka, do'stlar. Tushundim, kirmay qo'yganing bilaman. Просто aytmoqchiligim, возможно juda ham ko'p bo'lib turibdi, возможно. Mana masalan senda hozir ham возможно juda ham ko'p-da.
Hmm. Donator tomonlama ham boshqasi ham